Assalomu alaykum. Bizda baraka savdomizda ashaddiy muxlislari va sizni tasodifiy ko'rib turgan aka-ukalar, butun ishqibozlar, chorva ishqibozlar. Akalar, xudo xolasa bugun yana o'sha Husan ukamizning o'zlarini, boqib turgan qo'ylarini qo'ralariga yetib kelganmiz. Akalar, xudo xolasa videoni boshlashdan ko'rishdan oldin bittadan like tugmasini bosib, kommentar yaxshiroq qoldirib qo'ysalar, akalar, xudo xolasa Husanboy aynan qalaga nima desa bo'ladi? Tishkavada saqlagan sovg'alarini, o'sha zo'rlarini o'zlariga olib qo'yganlar. Şöyle bir qator tanishtirib o'tib, sizlarga obunachilarga ilindik. Akalar, xudo xolasa shu mehnatimiz uchun bittadan like bosib, kommentar yaxshiroq qoldirib, qarindosh gruppalarga tarqatib tursalar, manfaatli video qilishni harakatini boshlaymiz. Husanmi, hormat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Nima xabar aka? Qo'ylarni qanday yaxshi ekan? Bolasi qo'yapti. Bu yerda necha bosh qo'yamiz bor, Husanmi? Bu yerda 18 dona. 18 dona. 18 dona bo'g'oz sovliqlar, 2 dona qo'chqor va o'zim 3 dona qo'chqorlari bor akalar. Xudo xolasa boshdan oyoq nima beradilar, nima yeb ichadi, nima qiladilar, o'shalarni boshdan oyoq sizlarga olib borishlikni harakat qilamiz. Harakat qilamiz akalar. Chiroyli qilib qo'llab-quvvatlab tursalaring, biz videolarimizni boshladik. Husanboy endi qo'yimiz tug'ish boshladi, mening o'zim beraydi. Qo'ylar mana hozir akalar o'zim guvohiga aylandim akalar mana. Hozir bir dona qo'yimiz mana tug'ishni boshladi, mana harakatlanishni boshladi akalar mana. Mana qo'zimizga necha kunlik bo'ldi? 3 kunlik bo'ldi. 3 kunlik bo'ldi mana akalar. O quloq oshlariga mana qo'zini hozir tug'ildi jonivor. O'tinchi ashira bir ko'taringchi, bir ko'raylikchi. Mana onasi sekin-sekin onasi juda hurkayagan. Onasi juda hurkayagan akalar. Sizlarga yana bitta alaga mana qulog'ini ham qaranglar akalar. Qo'chqormisa mana qo'chqor. Qo'chqor. Onasi nechinchi qoringa tug'di Husanboy? Onasi asraga ekin 3-qorin. 3-qoringa tug'ib, akalar mana 3-qoringa tug'ib qo'y mana shunday holatda. Lekin hech qachon o'zini yo'qotgan joyi bo'lmabdi. Akalar, bu yerda ham bo'g'oz sovliqlari bor ekan, buni mana. Bu qo'zini ham bir ko'rsating-da, quloq oshlarini ham bir ko'rsating. Bunisi ham qo'chqor, ha? Bunisi ham qo'chqor Mana, akalar, hammamizga mana shunaqa qo'chqorlarni, qo'ylarni boqishlikda hammamizga nasib qilsin. Mana endi quloq oshlarini go'zalligini. Endi onasini qulog'ini qaranglar, akalar. Onasini qulog'i zo'r ekan, onasini qulog'ini qaranglar. Itib ketganmi deysiz? Mana bo'g'oz sovliq. Lekin haqiqiy qo'ydi zo'rlarini, bu ham yaqin qolibdi, qo'ydi zo'rlarini boqib. Endi bu yoqqa o'tib o'ring. Nima ekan, uni endi qizg'anishyapti, ular o'zini bolasini qarasin. Akalar mana. Bolasi o'sha harakatni boshladi. Bu 3-qorin. 3-qorin. Bu yerda qo'ylarning soni ko'p ekan, Husanboy. O'zingiz olib kelib, o'zingiz tashab qo'ygan sovullar, ha? Ammo buni qo'chqarda men akalar o'zim video qilgandim. Husanboy ukamizga bularni chiqargandik-a? Sovliqlari ham chiqargan qo'ylar. Vaqtda chiqargan sovullarimiz ham bor. Bularni baqqan tashab qo'ygan ekanlar akalar. Lekin Husanboy to'g'risini ayting, mana shu bittasini savdosi mana shu birini qattiq savdosi bo'lgan, akalar to'g'risi gap yaxshi pulga bermadilar. Nimaki, o'zim tarbiyalayman. Kelajakda men ularga natija beradigan bo'lsa, vistibga o'ynayman dedilar, o'zlari olib qo'ydilar. Endi monosini qaranglar akalar mana. Bunisi liniyasi korpus liniya ekan akalar, bunisiniki aka korpus mana sharpay liniya aralashgan ekan. Nimaki, mana quloqni qaranglar akalar. Mana. Quloq bunisiniki 20 plus, bunisiniki 20 ga yaqin. Buniniki 20 ga yaqin akalar. Mana qo'chqorlar, lekin hop videolarimizda xato kamchiliklar bo'lib turgan bo'lsa, akalar oldindan uzr so'raymiz. Nimaki, qo'ramiz shunday kichkinagina qo'ra. Hop, endi Husanboy bu tomonda sovliqlar. Bu tomonda bari sovliqlar. Akalar, mana sovliqlar ham mana eslaringda bo'lsa, mana shu bitta, buni 2 ta, buni 3 ta. O, 3-chi, 4-chi bu yoqda. Mana shu 3 ta sovliqda internetga qo'yilgandi. Mana shu Baraka savdo. Ha. Bunisi 2-chi sovliq. Mana shu Baraka savdo kanalimizga qo'yilgandi. Mana shu sovliqlar akalar. Hop, nimaki, bu sovliqlarni o'zlari ko'rib, o'zlari tavsiya qildik. Akalar, tashab qo'ying, boqib qo'ying Husanboy deyildi. Akalar, mana bu yerdan bo'g'oz sovliqlari, lab qilayotganlari bor. Nimaki akalar, bu narsa bo'g'oz sovliq tashab qo'ysalar hech qachon ziyon qilmaysizlar. Nimaki akalar, bular bittadan oldiga bolasini tug'ib beradigan bo'lsa, mana shu sovliqimiz ekizakchi deb berilgan, garantiya deb mana. Bu ham tug'ishga yaqin akalar. Yelinlar qo'zg'ab. Hop, bu yerda 4 dona, 5 dona qora sovliqimizni ham tashab qo'ygan ekansiz-a? Buning ichida akalar Arashan sovliq, hop, Qirg'izistonning qora sovliqlaridan ham tashalgan mana akalar. Qirg'izistonning qora sovliqlari. Nimaki, effekt qani qaysi birida yaxshi bo'lar ekan deb tashadim aka dedilar. O'shanga qarab ish qilamiz dedilar. Lekin qo'ylarda sarasini tashaganlar. Buni sovliqlarni qaranglar.
garbonos, quloqvosh. Mana. Mash qo'ydi, pamoyam Husanboy tishi nechta edi? Shu asraga 6 tasi. 6 tami, 8 tami mash qo'ydi, lekin akalar umuman sotilmaydi dedilar. Umuman sotmayman. Buni atido vaqaman dedilar. Nimaki, bolani qanaqa beradi, qanaqa yo'q. O'shanga qarab bir harakatni boshlayman dedilar. Xo'p, Husanboy endi bularga beradigan narsangiz, xo'p, nimalardan iborat? Nimalar berasiz? Endi bir xil qo'ralar kiryapmiz. Tagi juda haliga nima desa bo'ladi? Uvib ketgan, hop, bilchib ketganda, bu qorada hozir akalar mana. Tagi yaxshi turibdi. Mana qo'ylarimiz ham ortiqcha bir haliga o'zini axlatiga aralashib ketmagan, oppoq turibdi qo'ylarimiz, hammasi ham. Endi akalar Qo'chqor tomonimizga ham qarasak, mana. Yaxshi holatda turibdi. Nimaki bularga quruq xashak bilan nima berasiz, Husanboy? Bunga asrar aka yeriyang'afalak, Yeriyang'afalak, somon, to'pon halaga, mosh to'ponni aralashtirib beramiz. Aralashtirib, dravlikada o'tkaziladi. Dravlikada o'tkaziladi. Akalar, xudo xolasa. 2 mahal unida 2 mahal kepak yeydi. 2 mahal kepak yeydi. Makka yantoq shunaqa aralashgan kepak yeydi. Makka yantoq aralashgan kepak. Shunday. Dravlikadan o'tkazilgan, chiroyli bo'lgan. Xo'p, chiroyli holatda akalar, mana shunaqa bir uy sharoitida. Shinamgina. Mana akalar. Bu hammasi bor buning ichida. Hammasi bor mana akalar. Dravlikada o'tkazilgan mosh desalaring, mana yering'oqpalak desalaring, somon hammasidan o'tkazilgan akalar mana. Mashina tashlaysiz. Shuni tashlaymiz asrar. Shuni necha mahal edi Husanboy? 3 mahal edi. 3 mahal. Ertaman abitda kechqurun. Ertaman abitda kechqurun. Endi misol sizga o'xshab havas qilib qo'y tashlagan akalarimiz ko'p-da. O'zimiz ham misol savdogarmiz, o'zingiz ham savdogarsiz, sizdan ko'tab turgan savollarni ham akalarimiz ko'pchilik bizni kuzatishadi. Ko'pchilik o'sha qanaqa tavsiya berasiz, qanaqa sharoitda qo'y boqishlikka? Asrar aka hozir nima desa bo'ladi? Endi misol kimdirning uyida silos bo'lishi mumkin. Kimdirga bunaqa sharoitda boqishi mumkin. Kimdir nima desa bo'ladi? Shunday javob tashlab qo'yadiganlar bor. O'shalarga misol silos beradigan odamlarga o'zimizdan misol kelib ketadigan qo'ylarga silos beramiz, to'g'rimi? Ha, o'zimizdan kelib ketadigan qo'ylarga silos beriladi, kepak aralashtirib beriladi. Nimagaki u silos akalar qorinda ko'p turadi, qorinda to'q tutadi. Bu narsalar bo'sh, nimagaki kaloriyasi bor, kaloriyasi yo'q emas, lekin silosga qaraganda kaloriyasi bularga kamroq bo'ladi. Bu uzoq vaqtdan qo'ylarga nimagaki bir xil sharoitda turadigan qo'ylar uchun. Silosni ham bir xil sharoitda berish mumkin. Nimaki, halay qilsangiz, somon aralashtirib bersangiz, kepakka somon aralashtirib, yo'g'osa shunday qilib aralashtirib bersangiz, silosni namini sal tortib olsa o'ziga yaxshiroq bo'ladi, to'g'rimi? Tagi ham haliga bilchillab ketmaydi, chiroyli turadi, qo'ylar ham yaxshi holatda turadi. Turgan sharoit bo'lmadi, shunga asrar. Ha, silos to'ktirgani sharoit bo'lmadi. Xudo xolasa keyingi yiliga silos to'ktirib, silos to'ktirib. Husanboy, yana bitta so'rash bor. Bu qo'ylarni so'raganlarga sotasizmi? Yo'q, asrar aka sotmayman. Sotmaysiz. Endi yana bitta siringizni ochaman. Endi yuring ash Qo'chqorda. Qo'chqorda to'g'risi Husanboy o'zimiz chiqargandik, $1200 chiqargandik, emas Qo'chqorda. $1200 chiqargandik. Men eshitdim tarifini, Buxoroga necha pulga so'rashdi? $1100. $1100 so'rashdi, berilmadi. Undan keyin ham ko'p savdosi bo'ldi. Xo'p, akalar, misol mana shunaqa yaxshi narsalarni tashlab qo'ysalaring, ertaga qiynalmaysizlar ham, sotishda ham, boshqada ham. Nimaki, bular turgan turmushi daromadda ularni. Turgan turmush daromad. Mana akalar, garbonos deysizmi? Quloqvosh, arqa dumba razrez mana akalar. Chotki, klass. Bu Qo'chqor o'zingizga ham yaxshi pulga kelgan, to'g'rimi? Yaxshi pulga kelgan. O'shaning uchun nimaga ko'z qiymayapti ekan akalar. Buni addenda qilib mana tashab qo'yibdilar. Qani kelajakda nima bo'ladi? Bulardan nima holat olaman? Sovliqlar qo'shamiz deb oldi, asrar yaxshi sovliq olamiz. Yana sovliq olsak 15 ta yaxshi sovliq olib qo'shiladi, to'g'rimi? Xo'p, akalar mana bir tomoni bor. Mana shu qora sovliqdan ham sariq qo'zi tug'ildi. Mana shu ham sariq qo'zi, prosta ozgina buni haligi badan hali qurib o'rgani yo'q, keyin haligi bo'rgan yo'q, nima desa bo'ladi. Ozgina haligi bo'rgan yo'q mana, lekin hozir bir gidetda bir 10 minut bo'ldi tug'ilganiga.
aka qo'yim tug'ilyapti, chiqing, ko'ring deyishdi. O'zlari misol yangi boquvchilar, Husanboy yangi boshlaganlar. To'g'risini aka yana bitta sirni ochib o'tib ketaman. Husanboy bu ukamiz o'zimda radnoy ukam. Hop, amakimning o'g'illari radnoy, tek bitta radnoy ukam. Bu meni shogirdim. Bu Husanboy meni shogirdim. Shogirdimga o'sha qo'yiladi. Sirni yana bitta sirni ochib ketaman-da, qo'yiladi o'zimiz olib Husanboyga tavsiya qilingan, tashalgan. Misol menga shogird tushib, misol o'zini pulini aylantirmoqchi bo'lgan bo'lsa, mendan to'liq kasbalik bu yo'nalishda ola olmay qolish mumkin. Shuning uchun puli befoyda ketmasin deb qo'y tashab qo'yilgan. Qo'y tashab qo'yilgan. Akalar, mana shu qora sovliq, Qirg'izistonning qora sovlig'i, mana bu tomonda sariq sovlig'i. Qirg'izistonda vaji hech qachon misol haligi bir bachkana vaj bo'lmaydi. Nima akalar, bular yaxshi qo'chqor qo'shadi. Yaxshi qo'chqor qo'shadi, keyin kechroq qo'shadi. Misol o'zimizni voha tomonlarga qaraganda nisbatan qo'chqorni kech qo'shadi. Nimaga o'sam u narsani men sizga aytib o'tib ketaman. Kech qo'shishini nimaga u tomonda mart, aprelda maygacha qor bo'ladi. Qor bo'ladi. Bu yoqda sentyabr, oktyabr kelganda, misol Talash shaharlarda, Talash qishloqlarida, misol Beshkent qishloqlarida qor avjida bo'ladi. Hozir ham misol hozirgi holatda misol bir ikkita obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha yoqqa borishadigan bo'lsa 5 sm, 4 sm qor hozir ham bor. O'zimizga ham yog'di, shu bugun qor ozgina yog'di, lekin bizga nisbatan u tomonda kech qo'shiladi qo'chqorda. O'zimiz voha tomondagi qo'zlar hozir akalar sotuvga chiqishni boshladi. Jonivor ana akalar rivojlanishni qaranglar. Bir pasda ana ustida hali qurib bitgani yo'q. Quloqlarini qaranglar. Juda go'zal bola berdi. Bu ertaga xudo xolasa Husanboy keyingi videomizda bir chiroyli qilib video lavha qilib yana qo'yamiz a. Mana akalar bir pasda qidirish harakatini qilyapti. Xudo xolasa bular ham tug'ishni boshlaydi. Ichida hozir bu tomonda tug'adigan so'liq, yaqin so'liq, yana mana shu bitta so'lig'imiz bor ekan, yaqin bo'g'ozda. Keyin bu tomonda bitta qashqa so'lig'imiz. Mana shu qashqa so'lig'imiz yaqin bo'g'oz ekan. Husan bu ham Qirg'iziston so'lig'i. Bu ham Qirg'iziston so'lig'i. Bu ham Qirg'izistonda. Mana yelini to'lyapti akalar. Keyin yana bitta bo'g'oz so'lig'imiz bor mana bu tomonda. Bir maket ham boshlanadi akalar. Keyin mana bu so'lig'imiz bor. Bundan oldin mana ekizakchi so'lig'imiz bor. Xudo xolasa nasib qanaqa bola tushadi, nima bo'ladi? Sizlarga yana video qilib berishga biz kelamiz. Yana Husanboy ukamiz oldiga kelib yana ko'rsatamiz. Xudo xolasa yana tug'masidan oldin ham ko'rsatishimiz mumkin. Husanboy bizal kametrada yaxshi izohlar qoldirib, davay bosinglar yana ko'rsatinglar so'lig'ni, bolalarni. Misol bir hafta misol hozir bugungi kunimizga payshanba bo'lgan bo'lsa, keyingi payshanbaga chiroyli qilib mana shu qo'zlar narigisi 10 kunlik bo'ladi akalar. Bu so'liq bu qo'chqarimiz 10 kunlik bo'ladi. Bu so'liq bu qo'chqarimiz bir haftalik bo'ladi akalar. O'shanda biz sizlarga chiroyli qilib videolarni olib, yanada chiroyli qilib harakatni biz qilamiz. To'g'rimi Husanboy? To'g'ri. Bir haftaga bizga kommentariy yozib, chiroyli qilib like bosib tursa, obunani ham bosib tursa, obuna bosib tur, chiroyli qilib. Bo'ldi akalar, videolarimizda xato kamchilari bo'lsa, ozgina ko'p gapirgan bo'lsak, oldindan uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar. Hammamiz chorvalarimizga Alloh baraka bersin. Hammamiz qo'ramizda eng kamida mana shunday so'rovlarni boqishlikni Alloh o'zi nasib qilsin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar.